Odamlar seni ham blogerlikdan sal xabaring bor deyishadi. Sizlarga shu mashinani obzor qilib, arzon qilib qo'yib beraman. Mashina 2013-yil Tashkent motor. 4 yumshoq baloni bor mana. Ichki ko'rinishi. Orqa tomondan ko'rinishi. Motor rasxod yo'q, korobkalari hammasi joyida. Olib bilan minishga tayyor mashina. Buni narxini narxga keladigan bo'lsak, bitta podpiska bo'lib, bejani qizartirib qo'yasizlar. Narxda ishda. Narxda bo'lsa 4,5 ga notariusda sanashga sotdim. Mingan odam baraka qilsin. Maza qilib